Pul o'tkazma amaliyotlarida o'tkazib beruvchiga avvaldan pul berilmasa, u o'z hisobidan pul o'tkazib va o'tkazib bergani uchun xizmat haqqi olishi joizmi? Bu qarz ortidan manfaat ko'rib qolish bo'lmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Endi bu yerda ikki xil holat bo'lishi mumkin. Agar bir odam o'sha pulini men to'lab yuboraman, keyin menga to'lab berarsan desa, mana bu odam demak haq olishi mumkin emas. Bergan, to'lab yuborgan pulinigina olishi mumkin. Unga bir so'm ham qo'shib olishligi mumkin emas. Chunki buni otini qarz deydi. Go'yo qarzga uni pulini berib turdi, undan keyin bu odam o'sha qarzini qaytardi. Lekin shunday xizmatlar bo'lishi mumkinki, o'sha pulni o'tkazish kerak, o'sha vaqtda o'sha mablag' bo'lmasligi mumkin, yo o'tkazish imkoniyat bo'lmasligi mumkin. Uni o'tkazib bera turadigan, shu xizmatni qiladigan kishilar bo'lishi mumkin. Ya'ni xizmat ko'rsatuvchi bo'lishi mumkin. Mana bu xizmat ko'rsatuvchilar xizmat haqi olishi mumkin bo'ladi. Chunki bu yerda ular pul uchun emas, balki xizmati uchun haq olgan bo'ladi. Allohu a'lam bis-savob.